Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, obunachilar. Mana bugun 3-may haftaning yakshanba kuni Samarqand moshina bozoridan bugungi videorolikimizni boshladik. Bugungi videorolikni o'tkazmasdan ko'raylik. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Kimga qanaqa moshina kerak bo'lsa, fikringizni kommentariy qoldiring. Tepaga Instagram kanalimizdan chiqar. Instagram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasa biz boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi mashinamizni olishni boshladik. Gentra 2016-yil propanlarga mashina, propanlar bor, motor holatlari. Mokri svet, avtomat 8 diskalar qo'yilgan ekan. Pastda 4 charm bolalar bor. Bolalar yaxshi holatda ekan. Salon holatlari. 2016-yil monitorlar qo'yilgan. Radni chexollarga o'z bagajlarini ko'rsatib o'tamiz. Bagaj holatlari. Aka bagaj ochaverasizmi? Bagajlarni ko'rsatib o'tamiz. Arqa holatlar. Aka yurgan qancha? Yurgani 2 krok. 2 krok yurgan, ha? Kraska xillari bor. Kraskasi 10 tamon krilo bilan kapot yarim. 10 tamon krilo, kapotni yarmiga, udar bo'lmagan, ha? Ichiga o'tmagan. Necha pul deyapsiz aka buni? Buni 7000 deb kestirib beramiz endi. 7000 ga. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'ladi aka? Naqd pul bo'lsa 6700 ga beramiz aka. 6,5 bo'lmaymi? Yo'q aka, 6600. 6,5 ga bermadik. 6700, ha? 6700 ga beramiz. Generalni ham chiqadimi? Generalga chiqadi. Telefon nomeri ayting. 91lik 557 58 38. Mayli aka, aloqaga chiqishadi. Mashina Gentra 2015-yil metallarga mashina, metallar bor, motor holatda. Mashina yili eski ham yaxshi holatda ekan. Generalgalar bor, avizlar bor. Avtomat 8 diskalar qo'yilgan, 8 diska. Bolalar yaxshi holatda. 4 tala bola barcha yangi ekan. Salonlar o'zgargan. Qur'onlar. Salonlar. Yurgani 160 ming yurgan ekan. Masalan, ko'rinibdi, 160 ming. Radna chexollarga shuni. Holatlari. Bagajlarni ko'rsatib o'tamiz. Nol bir ekan, generalni chiqarmay so'raymiz. Aka, bu kraska xillari bor ekan uni? Bagajda kraskasi bor aka. Bagajga Udari yo'q lekin. Yo'q. Keyin kalinkasida kraskasi bor. Kalinkasi, ha? Qolgan joy toza aka. Toza aka. Necha pul deyapsiz buni? Gap bo'ladigani tochkasi 7,5 qilib beramiz aka. 7 lay bo'lmaydi aka, naqd. Yo'q, lekin 7 lay to'g'ri kelmaydi. Kesib aytmang, bir kelishtiraytiga, kesib aytmang aka bunday. Bu narsa o'tib beramiz aka. 7 dan aka naqd pul. Yo'q, 7,5 dan aka. 7200. 7400 qilib beramiz. 7400, ha? Bu generalni ham chiqar 01 ekan. Generalni yo'q aka, faqat Afarmagan, ha? Telefon nomeri ayting. 90lik 462 462 21 25. 21 25. Mayli aka, aloqaga chiqsa. Keyingi mashinamiz Nexia 2020-yil. Motor holatlari. Metallarga mashina, metallar bor, akkumulyatorlar yangi ekan. Bolalar yaxshi holatda. Bolalar yangi, ha? To'rttala bola yangi. Holatlari. Video registratorlar bor. Registrator pul, gaz, hamma to'g'ri. 158 ming yurgan ekan, ha? Monitorlar bor. Holatlari 2020-yil. Rul qo'yilgan ekan, rul. Bilmadim, mana ko'rsa. Arqa holatlari. Qolari ham yaxshi holatda ekan. Bu 100 qancha yurgan ekan? 58. 158 ming yurgan, ha? Kraska xillari bu? Orqan kirlarda petno bor. Oldin kapot uchida bor. Udar yo'q, ha? Yo'q. Udarilgan, sepilgan, ha?
Almashgan joylari yo'q. Yo'q, yo'q, umuman almashmagan. O'sha kirlachasiga ozaq tegan ekan. Aha. Past sevilgan. Mana shu Aha, ozroq joylar, ha. motor zo'r, ochilmagan motor. Motorlar yaxshi, ha. Ha, ochilmagan yaxshi. Bu generalni ham chiqadimi? Chiqadi. Chiqadi. Nech pul deyapsiz buni? 6,5 deyapman. Narx pul bo'lsa qancha bo'ladi? Kelishamiz. 6 dan past bo'ladimi? 6 da 6. 6, ha. Kelishtiramiz narx pul bo'lsa. Ha, telefon nomeri ayting. 99lik 99lik 165 165 73 73 24. 73 24. Mayli aka, aloqaga chiqishadi. Mana keyingi Nexia uchimiz 2019-yil metallagi mashina, motor holatlari. Dekon akalarimizdan yaxshi holatdagilar. Motorlari, bolalar yaxshi holatda. Ishlari bor ekan, ko'rgicha yo'q. Ana motor salon holatlari 2019-yil hozir yurganini ko'rsatamiz. Ikkirekdan o'tgan ekan, ikkirekdan ozroq o'tibdi. Bagajlarni ko'rsatib o'tamiz hozir. Bagaj holatlari. Shumkalar bo'lgan ekan. Aka, bu kraska xillari bor ekanmi? Qaysi taraf edi? Orqa chap tomon, oldi o'ng tomonda bor. Ular yo'q, ha? Yo'q. Ichi o'tmagan, ha? Nech pul deyapsiz aka buni? 7 deyapsiz, kelishamiz aka. Narx pul qanchalar bo'ladi aka? 6400. 6 million bu ham. Narx pul bo'lsa. Ya. 6400, ha? Telefon nomeri ayting. 97lik 97lik 920 920 9509. 9509. General ham chiqadimi? Chiqadi. Mayli aka, aloqaga chiqishadi. Keyingi Gentra'miz 2018-yil. Avtomat. Metallar bor mana. Motorlar yaxshi holatda, akkumulyatorlari yangi. Gidravlik ABS amortisasi bor. Bolalar yaxshi holatda, mana bolalar. Zo'r holatda bolalar. Qara Gentra avtomat. Mejigar pultlar bu. Video registratorlar bor. Yurgan ko'ramiz. 261 mi yurgan ekan? 261 mi yurgan ekan? Bu holatlar. Bagajlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana bagaj holatlar. 2008-yil shumka bo'lgan ekan orqalar. Aka, bu eshiklar shumka bo'lganmi? Qolni shumka bo'lgan, tomlar ham shumka bo'lgan, ha? Shumka qolni. Taglari aka, Kraska xillari bor aka buni. Kapot bilan kireli arqa. O'sha oldi kapot, arqa kireli, ha? Ne, udar bo'lmagan. Yo'q, udar. Aka, buni nech pul deyapsiz uni? 9000 deyapmiz aka. Naqd pul bo'lsa qanchalar bo'ladi aka? 9 da aka naqd pul deydi. 8,5 bo'ladi naqd pul. Yo'q aka. Aka, narx sotmaysiz-ku? Kelishamiz aka. 700. Bular aka 8000. 700 ha. Telefon nomeri ayting. 99lik 99lik 290 290 40. Mayli aka, aloqaga chiqishadi. Bu general ham chiqadimi? Chiqadi. Muammo yo'q, ha? Muammosi yo'q dokument. Mayli aka, aloqaga chiqishadi. Keyingi mashinamiz Cobalt 2014-yil. Motor xizmat, propanga mashina. Propalar bor. Aka, bu motorlar yaxshimi? Ha, motorlar chiqadi. Motorlar zo'r, ha? O'rtal bilan yaxshi holatda ekan. Bir qo'l, ha? Salon holatlar 165 ming yurgan. Buni yurgani endi maytfolga qo'yilgan. Aka, bu bagaj ochaverasizmi? Orqalarini ko'rsatib o'taylik. Metallik svet. Cobalt. Cobalt bana aka. Marka holatlari. Aka, bu 165 ming yurgan, ha? Kraska xillari bor ekan. Kapot krilo kraska. Kapot kirli kraska oldi.
Orta kiruvchasini pastda oldi. Udar bo'lmagan a? Yo'q, ular qudari. Generalni ham chiqadimi? Yo'q, gen chiqmaydi, oformutga Fond faqat. qilishga. Narx qancha ekan? 6,5 deyapsiz, kelishtirib beramiz aka. 6,5. Naqd pul bo'lsa 6 dan past bo'ladimi? Yo'q. 6100 bo'lsa chiqadi aka. 6 dan aka. 6 ga to'g'rilaymiz. 6 ga. Telefon nomer ayting. 94lik. 531 531 56 31. 56 31. Mayli aka, aloqaga chiqishadi.